Revitaliziruющий energetik massajyor tanangizga sog'lomlik va yengillik baxshida etadi. Asosiy vazifalari: qon aylanishini yaxshilaydi, immunitetni kuchaytiradi, tanani energiyasini tiklaydi, stress va charchoqni kamaytiradi. Bel og'riqlari, bo'yin og'riqlari, uyqusizlik, xastalikdan so'nggi tiklanish, gipertoniya ya'ni davleniya, bosh og'rishi kabi kasalliklarda juda ham samarali yordam beradi. Fuxuf kompaniyasining spetsialistlari kapilyaroskop apparati yordamida tanadagi eng mayda qon tomirlari, ya'ni kapillyarlar holatini va organizmdagi muammolarni aniqlab, revitaliziruющий massaj apparatidan oldingi va massajdan keyingi qon aylanishini aniqlab berishdi. Massaj vaqtini o'zida energiya bloklarini ochilganini ko'rishimiz mumkin. Bu juda ham zo'r natija. Mana muborak eng energetik massaj apparatida ovoz birinchi marta ovozi. Birinchi marta ovaman. Juda ham yaxshi, zo'r, yengil bo'lib, orqalarimga shunaqa yaxshi massaj bo'lyapti, oyoqlarimga, orqalarimga. Очень великолепный аппарат. Orqangizda ishlayapti. Da, работает, orqamda ham ishlayapti, da. Sahrli diabetda ham yaxshi, mana qon yaxshi aylansa, hamma organlar yaxshi ishlaydi. Ko'jalar, hammasi, zreniya, shitavitkalar, hammasi. Ichki organlar yaxshi ishlaydi. Qon aylanishga hamma narsa bog'liq. Mana bizning yoshimizda sportga qatnasha olmaymiz. Bu apparat yaxshi ekan. Agar siz ham tabiiy va samarali usul bilan sog'lom bo'lishni istasangiz, Fuxuf kompaniyasining revitaliziruющий energetik massajyorini sinab ko'ring. Batafsil ma'lumot va buyurtma uchun bizga murojaat qiling.